oila tashvishlari, ijara muammolari, hujjatdan kamchilik va vatanidan uzoqlik. Bu va bundan boshqa muammolar mehnat migranti bo'lgan yurtdoshlarimizning hayollarini har daqiqada parishon qilgan masalalardir. Ha, sezib turganingizdek, ko'rsatuvimizning bu galgi sonini musofir yurtdoshlarimizga atadik. Erta tongdan to kechga qadar tinimsiz mehnat, og'ir va chidab bo'lmas darajadagi yashash sharoitlari, evaziga to'lanadigan oylik maoshlarining ham kechiktirilishi, ustiga ustak har daqiqada davlat xavfsizlik xizmatlarining o'zlari ham ishonmaydigan bahonalar bilan uyushtiradigan reydlari. Bu reydlarda qo'lga olingan O'rta Osiyolik, xususan Tojikiston va yurtimizdan ishlash uchun borgan mehnat muhojirlariga otasi yo'q yetimga ham qilinmaydigan munosabatlar qilinishi, istashsa o'tirgizib, xohlashsa yotkizib olib qilinayotgan qo'pol va haqoratli so'roq-savollar. So'ngra arzimagan sabablar bilan qamoqga tiqish, zindondan chiqish uchun esa o'limga tik boqib, Ukrainada jang qilish uchun rozi bo'lish. Bu va bundan boshqa muammolar immigrantlar, xususan yurtdoshlarimiz hozirgi kunimizda 21-asrda duch kelishayotgan holatlardir. Bu muammolar qayerda sodir bo'layotgani esa barchaga ma'lum va mashhur deb o'ylaymiz. Eng achinarlisi, bunday kurakda turmas haqoratlarning yagona sababi ana shu muhojirlarning o'zbek yoki tojik millatiga mansub ekanliklaridir. Bugun migrantlar haqida gapirish inson qadr-qimmati va millionlagan oilalar taqdiri haqida gapirishdir. Yurtidan yiroq odamning yuragi hamisha yo'lda bo'ladi, deydi xalqimiz. Migrantlik bu tanlov emas, ko'pincha majburiyat. Bu yo'lga chiqqan insonlar qulaylik izlab emas, balki tirikchilik, oilasini boqish va kelajak uchun umid bilan chiqadi. 2025-yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistondan 2.400.000 ga yaqin mehnat muhojirlari chiqib ketgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilning shu davriga nisbatan 4% ga ko'p. Bu muhojirlarning qariyb 1,5 millioni Rossiyada ishlash uchun ketgan. Bu ma'lumotlar rasmiy saytlarga asoslanib aytilayotgan bo'lsa-da, aslida bu sonlar bir necha barobar ko'p bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, bunday katta ko'pchilikni tashkil qiladigan yurtdoshlarimiz nima uchun o'z vatanlarini, oilalarini, do'st va yorlarini tashlab o'zga yurtlarda, xususan Rossiyada biz yuqorida to'xtalgan og'ir mehnat, qoniqarsiz sharoit, qo'pol va haqoratli munosabatlar ostida ishlashmoqda? Hatto so'nggi yillarda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi bizga zarra miqdoricha aloqasi bo'lmagan janglarda bosqinchi rus askarlari safida qurbon ham bo'lishmoqda. Ukraina hukumatiga qarashli Hachujich loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, 1110 nafar O'zbekiston fuqarosi urushda qatnashmoqda va 109 nafari halok bo'lgan. Ayrimlar immigrantlarni o'z yurtida biror ishni eplay olmaydigan dangasalar desa, yana ba'zilar yoshligida o'qiganida bunday xorlanib yurmas edi deyishadi. Lekin xorijda ishlayotgan immigrant yurtdoshlarimiz ular aytganidek dangasa ham, o'qimishsiz omi ham emaslar. Oliy o'quv yurtlarini tamomlagan, qo'lida diplomi bor qanchadan-qancha yurtdoshlarimiz Rossiyada haydovchilik yoki qurilishda, yana va hokazo oddiy ishlarda ishlashayotgani hech kimga sir emas. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganlaridek, bu diplomli qora ishchilar masalasi xalqimiz orasida hangoma qilinadigan mavzular qatoridan allaqachon mustahkam joy egallagan. Demak, muammo ayrimlar da'vo qilganidek dangasalik yoki o'qimishli bo'lmaslikda emas, balki eng kam oylik ish haqi $100 ham yetmaydigan, ammo daromad solig'i, yer, mol-mulk, yana va hokazo soliqlar to'lanadigan sharoitda qolgan yurtdoshlarimiz noiloj vatanidan uzoqda har qanday og'ir sharoitlarda ishlashga majbur bo'lishmoqda. Hozir biz keltirgan sabab o'nlagan sabablardan birginasi xolos. Qolganlari haqida fikr yuritishni siz aziz tomoshabinlarga qoldirdik. Biz esa suhbatimizni tomoshabinlarni chuqur o'ylanishga majbur qiladigan bir mulohazaviy va achchiq haqiqatdan iborat savol bilan yakun yasaymiz. Millatchilik qilish bu juda ham yomon, qabih ish. Shu sababli millatchilikni targ'ib qilgan insonlarga yurtimizda hamda xorijiy davlatlarda ham jinoiy javobgarliklar mavjud. Mehribon xalqimiz hech bir millatni ajratmaydi, kamsitmaydi. Savolimiz shuki, nima uchun Rossiyada ishlayotgan O'rta Osiyoliklarga, xususan yurtdoshlarimizga ochiqdan ochiq irqiy tahqirlashlar ishlatilmoqda? Qo'rqmasdan o'zbeklar ruslarning quli yoki cho'rnilar kabi iboralar bilan yurtimizning va millatimizning sha'niga nomunosib, haqoratli so'zlarni ishlatishmoqda. Ебало свой не открывай! Ты раб! Раб русских, на!
В Узбекистане у тебя не Nega tegishli idoralar tomonidan bunday holatlarga rasmiy choralar ko'rilmayapti? Nima? Biz hali ham mustaqil davlat emasmizmi? Yoki aslida millatimizning xavfsizligi uchun harakat qilish kerak bo'lgan ayrim soha vakillarining kuchlari o'zini himoya qila olmaydigan ma'suma ayollarimizni yalang'och qilib do'pposlashga yetadi xolosmi? Bu savollarning javobini siz azizlarga topshirdik. Unutmaylik, migrant bu faqat ish izlab ketgan inson emas, balki ortida ota-ona duosi, farzand sog'inchi va bir yurt umidini olib yurgan insondir. Musofirlarimizni unutmaylik.